Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Yaxshimisizlar? Bugun sizlarga ajoyib bo'lgan video olib chiqamiz. Ya'ni 2025 da trend bo'lish kutilayotgan biznesni bugun sizlarga chiroyli qilib obzorini qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, juda ham foydali video bo'ladi. O'tkazib olmasdan oxirigacha ko'ringlar. Kanalimda yangi bo'lsanglar, обязательно подписка va like tugmachasini bosib qo'yinglar, chunki kanalimiz yangi, kanalimiz rivoj uchun podpiska va like bosmasanglar bo'lmaydi azizlar. Hop, bunda boshladik. Mana o'sha suv renni apparatimiz, hamma bilgan shu pulga suv quydirib, zamzam suvlar quydiradi-ya. Zamzam suv qo'shiladi. Aka, endi bir qator shu apparatimiz haqida bir qator ma'lumot berib o'ting. Bu apparatimiz hozir 2025-yilda eng oxirgi rusumda, ichida 10 bosqichli filtri bo'ladi. 10 bosqichdan o'tib suv nihoyatda yumshoq va o'ta toza bo'lib chiqadi. 2025 dagi eng oxirgi rusumli apparat bu. Xo'p, aka, endi qarang. Bu narxlari necha pul, necha litr quyib beradi bu, necha litrgacha quyib bera oladi? Bu soatiga 200 litrgacha suv quya oladi. Soatiga 200 litr. Soatiga 200 litrgacha suv olsangiz bo'ladi. Xo'p, qarang aka. Shunga bitta solganda necha litr quyadi hozir? Bitta apparat 19 litr. 19 litr Kullerlar chiqadi. Eng kattasi kullerdan chiqadi. Necha pul 19 litr? Litri 500 so'mdan. Litr 500 so'mdan. Hozir paytda shu narx. O buni o'zini katta boki bo'ladimi? Ichida 200 litrli bochka zapas xodi bo'ladi. Zapas xodi bo'ladi. Xo'p, orqa tomondami yo shuni ichida bo'ladimi? Ichida bo'ladi. Ichida bo'ladi. Shu apparat ichida bo'ladi. Shu apparat ichida. Bu yerdan qo'yiladi o'zini. Maxsus idishi yokida baklashkasini qo'yadi. Baklashka qo'yiladi. Bu yerdan pul solinadi. Ko'kni bosib, so'chiradi, qizilni bosib to'xtaydi. To'xtaydi. Pul solsa, qancha bo'lsa o'zi hisob kitob qilib quyib bera oladi. Shunaqa. Zo'r. Boki nechilik dedingiz? 200 litr. Pulda muammo bo'lmaydi-ya, misol pul tiqqanda Yo'q, eski yangi hammasini ola oladi. Bo'yini ola oladi, ishkali bo'lmaydi. Xo'p, aka, endi eng qizig'i. Bu stanok narxi necha pul? Bu stanokning narxi hozir 3400 ga kelib o'rnatib beramiz. Hamma yo'q ichida. 3400. Dastavkalari bor. 3400. Dastavkasi ichida. Xo'p, bu aka 220 ga ishlaveradi. 220 ga ishlaveradi. 20 ga ishlaveradi. Bemalol tok tortmaydi. Bu filtrlari tokka ishlamaydi-da, faqat motori bo'ladi. Motor suvni tortib oladi, filtrlar ichiga tushib chiqadi xolos. Bu filtrlar pul yozmaydi. Arzimagan motorga shu ozgina tok yozadi xolos. Ozgina tok yozadi. Xo'p, aka, buni necha kunda anaqa suvni alishtirib turish kerak? Bu suv alishmaydi. Test tugaydi. Filtrimi? Filtri yokida mana filtr alishadi, o'rtacha hozir ko'p suv olinsa ham 1 yilga yetib boradi. Filtrini o'zi 1 yilga, 1,5 yilda alishtirsa bo'ladi, ko'p sotsa. Buni suvini maxsus kelib alishtirib ketishami yoki o'zingiz alishtirasizmi? Bitta kompaniyalardanmi yoki Zamzamdagilarmi? O'zimiz alishtirib. Xohlasanglar, grant yo'lab qo'yasizlar, pribor yaxshi chiroyli qilib, montaj qilib yokida bitta Zamzam shunaqa kompaniyalar bilan ishlab to'ldirsanglar bo'ladi azizlar. Xo'p, endi eng qizig'i aka, uni xat hujjati narsalari bo'ladimi? Sertifikatlarini beramiz, sertifikatlari bo'ladi. Mana shu apparatning bu sertifikatlari. Ko'rsanglar bo'ladi. Sertifikatlari ekan. Bu endi sertifikatlari birov tekshiruvga kelsa, shular ko'rsatasiz, to'g'rimi? Shu. Tekshiruvga kelgan ko'rsatiladi. Xo'p. Eng qizig'i endi aka, bundan bir kunda necha pul foyda olsa bo'ladi? Bundan hozir shu bitta tochkada 200 ming, 300 ming, 500 minggacha olsa bo'ladi. O'rtacha 300 ming so'm foyda olsa bo'ladi. Oyiga didayda 9 million foyda bemalol olsa bo'ladi bitta zdaniyadan. Sizlar ko'rib turganinglardek, bir obzor qilib o'tdik. Bu yerda bemalol yaxshi foyda olsanglar bo'ladi. Ya'ni pul tiksanglar bemalol 5-6 oyda pulinglarni bemalol chiqarib olsanglar bo'ladi. Ko'rib turganinglarda men birinchi marta ko'rishim shunaqangi stollar qilib, boshqacha podacha qilib qo'yishibdi. Misol ko'payib ketsa, odam ko'payib ketsa bemalol o'tirib, kutib o'tirsa bo'ladigan qilib, chiroyli qilib, yopib bayillarni qilib qo'yishibdi. Xo'p, azizlar, bu suv endi emas, ayrilishi o'rnatilgan, o'zimiz ayrilish, Andijon shahrida ayrilishi o'rnatilgan. Svetofordan kelishda shu yerda chap qo'lga o'rnatilgan. Kimga shunaqa sifatli suv rennilari kerak bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Shunaqangi foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun обязательно Vodiyda nima gap kanaliga podpiska tugmachasini bosib qo'yinglar. Rahmat.